Qalaysan Hadicha? Yaxshi. Ha, tog'ingga kelin topishga chiqdinglarmi? Bizi kuchi ko'ylada, parklada, qalang'i qasang'i sizlarni qidiramiz. Bizi saroyda malika qidiramiz. Ha? Men bo'lmaymanmi? Sen borasiz. Uyda kimdir xizmatkor bo'lishi kerak-ku. Lekin xizmatkorni yomon tortyapsiz. Hadicha, bu xizmatkor degani ish qilishni bilishi kerak. Bu ish qilishni bilmaydi-ku. To'g'ri aytasiz og'a. Sen kichkina ko'p gapirayotgan sezasizmi? Voy. Hozir qulog'ingni ilib qo'yaman. Men qarab turamanmi? Bolajonlar, bo'ldi. Bugun sizlarni bayraminglar. Men sizlarni hozir ikkalanglarni ham aylantirib kelaman. Xo'pmi? Aylanamizmi? Ketdik. Tog'a, sizga uylanmoqchimisiz? Ketdiki yo'q bu. Sen meni ko'zim bilan qaragin, Hadicha. Ko'zingizni sira bosganmi? Yo'q, men sen o'yladim. Nimaga? Ertaga bu uyimizga kelin bo'lib kelsa, senga emas, birga o'ynab yurasizlar. Ha, meni g'iybatim qosizlarmi? Ha, bo'ldimi, mazza qildingizmi? Yo'q, qornim ochdi. Tog'a, ukamni kasasi bor, beraymi? Ber shunga, mazza qilib yesin. Tog'ing bilan o'zing shu kashini, xo'pmi? Urushmaylar, bo'ldi. Ketdi, ayoqda karusel bor. O'shanda uchamiz. Bo'ldi, men bormayman. Voy, Yuring endi arazlab. yur.